42 savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram domla, sizning hamma yozgan kitoblaringizni juda katta qiziqish bilan o'qib yuradigan bir kitobxon shogirdingiz bo'laman. Shuning uchun kitobingizdan bir tushunmagan savolim bor edi. Savolim quyidagicha: Hadis va hayot kitobining 4-juz, poklik kitobining 316-betida namoz vaqti chiqib ketishi xavfi tayammumning sabablariga kiradi deyilgan. Shu gapni quvvatlash uchun qanday dalil keltirish mumkin? Javobingiz uchun katta rahmat. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Kishi namoz o'qish uchun suv izlamoqda. Suv topilmayapti. Namoz vaqti chiqib ketish xavfi tug'ildi. Shu holat tayammum qilishga sabab bo'ladi. Bu gapni quvvatlash uchun Qur'oni Karimdan bitta, hadisi sharifdan bitta dalil keltiramiz. Alloh taolo Maida surasida marhamat qiladi: "Va in kuntum junuban fattahharu va in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban." Agar bemor yoki safarda bo'lsangizlar, yoxud birortalaringiz tahoratxonadan kelsa yoki ayollarga yaqinlik qilsa-yu suv topa olmasangiz, bas pokiza tuproq ila tayammum qiling. An Abi Zarr radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala: "Inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina fa idha wajada al-ma'a فليمسه بشرته فإن ذلك خير." رواه أصحاب السنن. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Albatta, pok tuproq agar 10 yilgacha suv topa olmasa ham musulmonning poklanish vositasidir. Qachon suv topsa, uni badaniga yetkazsin. Albatta o'sha xayrlidir. Sunan egalari rivoyat qilishgan. Vallohu a'lam.